Umar ibn Xattob radhiyallohu ta'ala anhu bir kuni sahoba-i kiromlar bilan suhbat qurib o'tirgan edilar. Yosh sahobiylar. Aytishlari bo'yicha abodilalar, Amr ibn al-As, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Mas'ud, bular endi nisbatan Hazrati Umardan ko'ra yoshroq sahobalar, yigitlar. Tamannau dedilar. Qalbingdagi eng katta xohishingni ayt dedilar. Nima istaysan? Bir aytdi: "Ya Amiral Mu'minin, ey Umar, meni qo'limda agar bir xona oltin bo'lganda edi, Alloh taolo yo'liga shuni sarflardim, musulmonlarni boy badavlat qilardim." Ikkinchisidan so'radilar: "Sen nima xohlaysan?" "Ey Amiral Mu'minin" dedi. "Men istardim oltindan ham qimmatroq zabarjat, kumush va olmoslarliq bir xonadon to'la bo'lsa-yu, ularni islomni keng yoyishlik uchun Alloh yo'liga sarflasam." Va qolganlari ham bir necha fikrlarini bildirdilar. Shunda birlari aytdi: "Ey Umar, ey Amiral Mu'minin, xayolimda bizni bergan javobimiz sizni unchalik qoyil qoldirmadi, qanoatlantirmadi. Siz nima istaysiz? Agar bizni yoshimizda bo'lganingizda, 25 yoshda bo'lganingizda siz nima istaysiz?" deganda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytdilar: "Men istayman bir uy liq to'la Abu Ubayda Omir ibn Jarroh kabi odamlar bo'lsa, bir uy liq to'la Muoz ibn Jabaldek, bir uy liq to'la Huzayfa ibn Yamondek, bir uy liq to'la Solim, Huzayfaning quli Solimdek odamlar bo'lsa, shularni men istayman. Yuzlab Ubaydalarni, yuzlab Muoz ibn Jaballarni, yuzlab Huzayfalarni istayman" dedilar. Umar nimani orzu qilyaptilar? Jamiyatdagi omonatdor odamlarni, olim odamlarni, sirni saqlab biladigan og'zi yumuqlarni Hazrati Umar Allohdan iroda qilib so'rayaptilar va yoshlarga aytayaptilar: "Ey yoshlar, sizlarga andoza kerak bo'lsa, namuna kerak bo'lsa, zamon tili bilan aytgan ko'mir kerak bo'lsa, Abu Ubaydani hayotini o'rganing. Qanaqa odam bo'lgan? Qanaqa omonatdor bo'lgan? Yuklatilgan mas'uliyatga qanday yondashgan? Mas'uliyatni o'zi uchun emas, o'zining foydasi uchun emas, suiiste'mol qilishlik uchun, oila bola chaqasini uchungina, boqish uchungina emas, mas'uliyatni ummat saodatmandligi, vatan farovonligi uchun zimmasiga olgandi." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobalari Umar nima deyaptilar? Mana shularga ergashinglar, mana shunday bo'linglar, tarbiyada mana shunday yo'nalishni olinglar.